Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Farkop qo'yib bermoqchimiz. Xorazm viloyati Hazara tumani Karvak qishlog'ina avtomat korobka Cobalt'da farkop ustanovka qilib beracakmiz. Yine farkoplarimiz bakuvvat yasalgan shu yillardan yine qalin qilib yasalgan, juda bakuvvat qilib yasalgan farkoplarimiz shu yillardan bakuvvat qilib yasalgan. Yine mashina arkasına putulkalari bilan ustanovka qilib turibmiz. Yine putulkalarimiz ham 25lik turbaka qilgan. Yine mashinaning arkasini yirtmaydi. Bemalol Rossiyaga ham borib kelaveradilar. Putulkalari qo'yilmaydi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Avval Persep berdik. Matislarini endi Cobalt olib kelganlar, shuni qo'yib beryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.